Do'stlar, spanli garniturlar olamiga kelganman. Bugun xudo xolasa obunachilarimizga chiroyli narsalar ko'rsatamiz deb. Ye. Usta Qudratullo, ishlaringiz yaxshimi? Tuzingizku. Charchamang. Anchadan beri ko'rinmay qo'ydiz-ku, qayerlarda yo'q bo'lib ketdingiz uka? Biz ham yuribmiz aka. Qudratullo, xalq sog'inib oldi uka. Hali indamasdan dimdim urayotgan zo'r yangi ishlaringiz bormi uka? Vohalarga chiqarayotgan, Toshkentga chiqarayotgan, gazini bosayotgan modellaringizdan bormi? Xo'p, aka hozir jicha ishxonamiz zamongani uchun bozorga ulgib qoldik. Hali ishxonada ko'p bolalar dam olib, oxirgi ish bermayapti. Hozir jicha dam olib qoldik. Ashuna hisobiga aka bozorga endi ulgib chiqib qolgan ishimiz bor. Hali bozorda bu modellar yo'q aka. Sexdan chiqarayotgan ishlaringiz. Faqat sexdan chiqarayotganlar 3 ta 4 tasini olib chiqib qo'yganmiz hali. Gap yo'q. Uchi deb berdik aka. Qaslarimiz endi-ku ular. Shularmi? Ramashga. Vasha dahshatlar-yu bular, ha. San'at asariga aylantirib berib, so'ki. Xudo xolasa videoda obzor qilib bera olamiz. Bemalol ko'rsa, gap so'z yo'q aka, obunachilarga chiroyli qilib obzor qilib. Narxini ham bomba narxda qilib beramiz aka. Qanchaga berayotgan narximizdan qilib bera olamiz aka. Gap yo'q. Xo'p, boshlayveramiz-a? Boshladik. Assalomu alaykum qadrli obunachilar hamda Mebel kanalimizni doimiy kuzatuvchilari. Do'stlar, bugungi video obzorimiz oddiy video obzor bo'lmaydi. Sababi oldinlari qo'yilmagan, juda ham chiroyli bo'lgan, shunchaki san'at asariga aylantirilgan spanli garniturlar haqida gaplashamiz. Juda ko'pchilik so'rayotgan do'stlar, aynan Crashing Name deb tanqilingan qora rangidan ham bor. Bugun do'stlar, qora Malibu desa ham bo'laveradi. Va shu dahshat chiqib qo'ygan, umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aksessuarlariga alohida e'tibor bilan, alohida did bilan qilingan. Videoda oxirigacha ko'rsanglar do'stlar, bizning kanalda obunachilarga aynan ushbu komplektimizni xarid qilgan obunachilarimizga shunaqangi ramashka gullarni bonus qilib qo'shib beramiz. Bu ham arzon turmaydi. Xudo xolasa usta va'da qilyapti, aka, bugun chiroyli narxda chiqarib beraman. Premium klassdagi spanli garnitur olmoqchi bo'lganlarga xudo xolasa zo'r narxda qilib beraman. Maza qilishsin. Bugun xalq uchun video qilaylik aka dedi. Do'stlar, bugun shunchaki bomba video bo'ladi. Ko'ringlar, maza qilib ketgan vaqtinglarga achinmaysizlar. Aynan shunaqa premium klassdagi spanli garniturlar istab yurganlar uchun bugungi maxsus video obzor bo'ladi. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz ham tayyormiz. Ustani ko'rsanglar aniq tanisizlar. Usta ham tayyor. Biz bugungi video obzorimizni boshladik. Xo'p, qadrdonlarim, bugungi video obzorimizni boshladik. Ushbu ishlarimizni san'at asarlarini muallifi, rejissori, xullas hamma yo'g'i usta Qudratullo. Alaykum assalom, tuzingiz Qudratullo, ishlaringiz yaxshimi? Ahmad. Shu ustani tanisizlar, har doim kanalimizga ishlarini joylab boramiz. Eng ishonchli, o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan tirishqoq, nihoyatda halol, zo'r usta. Shuning uchun shu usta bilan doim birga ishlaymiz. Mana ko'pchilik biladi. Qudratullo, obunachilarimiz bilan salomlashib, adreslaringiz, 75 xizmatlaringiz, hamma yo'q haqida ma'lumot bersangiz bo'ladi. Aka, obunachilarga avvalo assalomu alaykum. Bu ishimiz, xudo xolasa ishlarimizni obzor qiladigan, bu safargi umuman bo'lasa hali ijtimoiy tarmoq pashti ko'rmagan, bozorga ham yangi ishlar, eksklyuzivniy yangi ishlar. Xudo xolasa bularni ham trendga olib chiqamiz. Endi aka, birinchi o'rinda telefon nomerimizni aytib beramiz. 91lik 065 67 00 raqamga telefon qilishaveradi. Mabodo telefonimizni ko'tara olmasak, kompressor nasib ekan yoki-da sinoy nasib kesayotgan bo'lishimiz mumkin. Aytilgan nomerda Telegram bor, Telegram istoriyada katalog bor, narxlari bilan yozib, yoqqanini bizga tanlab, mana ikki dastavka kerak desa, biz hamma axborotni beramiz. Nima gap bo'lsa, yozib qo'ysa, javob tezroq qaytadi. Chunki Telegramga 2-3 kishi qaraydi. Faqat nomerni men o'zim ishlataman aka. Endi masalan, bir marta qilsa olmasangiz, ikki marta qilsangiz olmasangiz, bu mashina otib ketadi, aldab ketadi degani emas. Ya'ni siz ish qilayotgan bo'lib qolsangiz, telefonni ko'tara olmay qolishingiz mumkin. Lekin masalan, sizlar ishlar blogerlik bizniki ustalikda. Kesayotgan bo'lamiz yoki birov uyda ish o'rnatyapsa, birov bilan gaplashsa yoqmaydi. Endi maqsadga o'taveramiz aka, Telegramdan yozishaversa, ishimizni obzor qilishni boshladik, xudo xolasa. Ana shkaflarning razmeri aka 240 eni, 240. Bo'yi 210, bir chekkadan boshlaymiz. Ramashka qilib ishlangan, xudo xolasa. Bular endi Qudratullo. Endi Crashing Name ustidan lak ham urilgan aka. Xudo xolasa behijolat, gap yo'q. Mana aka, ichlari ham oshxona 5 tadan qo'yilgan. Shambod devori ham hamma oshxona deydi, vakuum deydi, vakuumda yastidan qo'yilgan mana aka. Zo'r edi. Xolasa ham tepadagi dop qo'yadiganlari bor, magnetliklari qo'yilgan. Plus 5 ta qo'yilgan ekan. 5 tadan qo'yilgan ekan. Hozir 5 ta, ko'pchilik 5 ta qo'yapti-yu. Arzonidan qo'yib qo'yapti aka. Shuni hisobiga yastidan qo'yganmiz. Gap yo'q. Taylari ham noshka qilib, fatolar qilib ishlangan. Taylari faton. Gap yo'q. Bu tomoni aka
o'rtasi fonli polka qilib ishlangan. Buni ham oshxona 5 tadan, chuqurligi ham 50 sm qilib, o'rtasi ham 50 sm ishlangan. Keyin bu akaxonlarimizga seyflargacha qilingan aka. Dollarlarni bemalol pechatlarini terishaveradi aka. So'm tepaga o'g'ir qilib teraveradi. Bu ham oshxona ichlari 100% glansli qora pix urilgan aka. O'ta neobishli chiqqan ishimiz. Xo'p, bu tomon aka, muskoy tomon bo'ladi. Erkaklar tomon bu tomon. Erkaklar tomon. Gap yo'q. Xo'p, endi shafimizni aytib bo'ldik, razmerlari hashashi, aynalargacha ramashqaga o'xshatib chizilgan. Eshiklari bilan bir xil qilingan. Bir xil Gap qilib yo'q. yo'lda qilib chizilgan. Xudo xolasa ishlarimiz o'ta sifatli. Endi trimoyni boshlasak, trimoyning razmeri 1.30 ga bo'yi 1.80 aka. Eshiklarni ham bu taraflari polka qilib ishlangan, parfumeriyalarga addenni Trimoyni ham bomba qilib tushga yaxshi taxta chiqib qo'ydi. Stoli ham aka o'zgacha qilib ishlangan, yumaloq. Uning atrofi mexki. Keyin ustiga aka materiallar tortilgan g'aladonning ichiga, usti bitta uzun tortma, oynasi sensorli. Sensor 3 xil svet yonadi. Keyin nuri ham o'zidan pastlab balandlaydi. Keyin yo'llari ham mana ko'ryapsiz aka, roverlarni o'yib, ancha xudo xolasa kraskalari ham tekis ustalar sevgan aka. Gap yo'q. Mana hammasiga tortmalarga qo'yilgan Dauchi mexanizm 100%. Mana. Keyin oyoqlari ham oddiy plastmassa oyoq emas, temir nijevika oyoq qo'yilgan. Zaynamaydigandan qo'yilgan. O'ta cho'tga xizmat qiladi. Endi spaniga boshlasak, spanining razmeri 280 tumbadan tumbagacha, uzunligi 230 sofagacha aka. Sofani bu yog'i 230, mana sofani olib ishlatsa ham, tagida svetinliklari bor. Agar men uyim kattaroq sofa qo'shib olaman degan klientlarimizga sofa ham bor. Gap yo'q. Xo'p, tumba ham aka ikkita tortma qilib ishlangan. Ichlari ikkita tortmasi bor. Ishlangan. Ko'rishingiz mumkin aka, Dauchi mexanizm tayin noshka paypali qilib, keyin aytilgandek ramashka gulimizni qo'shib beramiz. Bonus qilib, ha. Ular ham bosh tomonlari chachali material, yangi chiqqan, ichlari machalka qilib ishlangan. Bu hozir materialki ko'pchilik uyg'oqchilar ishlatyapti, tepdi deb Turetskiy kelyapti. Qimmat materialdan qo'yilgan. Ha, aka, ozroq qimmat, ahli hisobga kamroq usta qo'yadi. Matraslari ortopedik 3 yillik kafolatli aka. Xudoolsa hech narsa bo'lmaydi. Paylarda nasosi bormi-ku? Terlamaydi. Eng katta bonusi nasosi bor. Nasosi bor. Ha, buni oxirida bir qiynab aytadi. Keyin aka asosiysi yo'llari ham ponni 3D material. Keyinchalik yosh bola urumda etib oyog'i tegsa ham haligiga shilinmaydi, qirilmaydi. Hozir bu Qudratulloh shunday uyga kirib qolsa, tayinlari, svetinliklari yonib turadigan bo'lsa, dod devoradigan. Xudo xolasa aka ancha go'zal turadi. Ustilari keyin oyna qilib ishlangan. Ustilari oyna bunga. Oyna. Ustilari oyna. Gap yo'q. Endi tayinni ochib ko'rsatib beramiz mexanizmini. Mana aka eng katta bonus asosiysi. Taylari ham vashi zo'r chiqib qo'yibdi. Mexanizmlari ham aka yaxshisidan qo'yilgan, taylari ham bir 10 ga bo'lingan aka. Bu ko'rishingiz mumkin. Addenni usti boshlar solib ishlatsa bo'laveradi. Usti boshlar ekan bunga. Hozir laminat. Bitta shkaf bu bo'lsa, ikkinchi shkaf spalni tagida ekanda. Ha, bizda ikkita shkaf. Ikkita shkaf. Gap yo'q. Mana aka, ko'rishingiz mumkin, ish o'ta go'zal. Keyin bu qora ko'proq kattaroq uylarga o'ta go'zal tushadi. Masalan, qisilib tushadigan uyga qora u darajada zo'r turmaydi. Endi sal uyim meni kichikroq deydiganlarga mana seri svetini qilib qo'yganmiz. Kashmir deb materialga moslab, hozir shu rang moda bo'lyapti. Buni ham razmerlari xuddi shunaqa aytilgandek 2 kura, bo'y 210, spanis 280, uzunligi 225. Hozirgi qora qilgan, qora obzor qilgan spanigan turimizni seri sveti bu. Ha, bu seri svet. Mana ko'rishingiz mumkin aka. Bu ham xuddi shunaqa deganqa. Bu ichlariga fatollar qilingan ekan, bezaydi o'rniga. Masalan, oddiy narsa yopishtirilmagan, o'yib ichiga faton yopishtirilgan. Mana ichlari ham plastmassa keramika, ponni. Zo'r chiqib qo'yibdi, lekin gap yo'q. Aka, ishimiz biri-biridan chiroyli, xudo xolasa. Hozir Qudratulloh shunday kelgan odam qaysi birini olishni bilmay qoladigan ishlar. Ha, shunaqa bo'lyapti. Bunisini olsammi, bunisini olsammi deydigan ishlar ekan. Xo'p, Qudratulloh ko'rsatdik. Gap so'z yo'q. Endi narxini necha pulga beramiz endi? Endi aka, buni narxini ko'pchilikka mana sofa kerak bo'lyapti. Ko'pchilik kerak bo'lmayapti. Kerak bo'lmayapti. Bu siz aytamiz, buni qo'shib olaman degan odamlarga 500 ming so'm bu sofa qo'shilib qoladi. Общий narxi 13 million so'm vodiy bo'lib, dastlabki uстановkasi ichida Voha Toshkent kelishilgan holatda upi qo'pkada chiqarib beramiz. Borib yig'ib bera olmaymiz. Bu qo'pkada teshib, tizib, tayyor qilib chiqarib beramiz. Keyin bu mebel olgan, ikki model olgan odamda
ramashkasi qo'shilib beradi aka. Ikki chekaraga usti svetinli buni ham birga yaqinlashtirib ko'rsatib qo'ysangiz go'zal bo'ladi aka. Top deb yuboradi ekan lekin mana do'stlar. Bunaqa san'at asarlarini prosta olish kerak. Gap yo'q. Xullas 13 millionga vodiy bo'ladi. 13 million so'mga vodiy bo'ladi. Dastlabki uстановkasi ichida buni qo'shib olganga 500 ming so'm qo'shiladi. Ikkovining ham kapot mexanizmi bor, matras 3 yil garantiyali ortopedik matras. Boshqa viloyatlarga chiroyli upakovka qilib chiqarib Boshqa berasiz. viloyatlarga bor, 12 ta viloyatga bor, upakovkasi kelishilgan holatda chiqariladi. Gap yo'q. Xo'p, boshqa ishlarimiz ham bor. Bor aka. Keyingi ishlarga o'tdik. Do'stlar, bu ham dahshat chiqib o'rgan lekin. Xo'p, Duratilla nimalar qilyapsiz-ku? Xudo xolisa bu bozorga endi chiqdi xolos bu ishimiz. Hali bozor ko'rmagan. Bu modellarni videoda olyapmiz aka. Bo'lmasa tursa turadi, bo'lmasa sexdan sotamiz uni faqat. Chunki bozorda hozir o'zbekimiz, masalan, men mo'yin o'rniga 1 NF qo'ygan bo'lsam, keyingi safar 0.6 qo'yib arzonlashtirib sotish ko'payadi-da. Ashuna hisobiga bozorda bu ishlarni ko'ra olmaysizlar. Agar kimga zakaz bermoqchi bo'lsanglar, video shorts videosi bor Telegram kanalda, istoriyada. Tashlasanglar olib borib o'rnatib beramiz. Endi buni arzon qilishni boshlaymiz. Razmerlari 2.40. Chekasidan u chekasigacha ikkov chekasini ko'rishingiz mumkin aka. Polka qilib ishlangan. Xo'p, o'rtalari kupe qilib ishlangan aka. Bu tarafi muskoy, shimga addenniy mana. Ko'rishingiz mumkin aka. O'sha yerlari zo'r chiqib qo'yibdi lekin. Gap yo'q. Customga relistretski tepa pastdan qo'yilgan aka. Bor yopilishlari ham o'ta tekis, ekan bu ham vakuum osha-mosha yaxshidan qo'yilgan. Tepada seyflari bor, Jeniski tomonda. Ko'rishingiz mumkin aka, seyfni ichida ham chuqur 30 sm qilib ishlangan. Turbalari ham yaxshidan qo'yilgan. Gap yo'q. Endi bu modelimiz Krashni NDF ga rossiyskiy laminat kombinatsiya bo'lgan aka. Fasad qismlari bor, seriya ranglari Krashni NDF. Bular rossiyskiy laminat, chekalari 100% plastmassa power kromka. 100%. Gap yo'q. Buni ham svetlar aka montaj qilingan, chuqur ravishda yonadi, tayyor. Ekan zarakaga qo'ysa ham bo'ladi. Tayyorankalar qo'yib qo'yilgan, montajlar. Ichlari materialdan tortilgan, tog'lanadigan material davchi mexanizm, tummalarda ikkitadan tortmalari, oyoqlari qo'yilgan aka. Oyoqlari ham dahshat. Endi aka biz borni aytadigan odamimiz, mashina oyog'i plastmassa qo'yilgan. Agar unisini temir qilib bering desa, xohlagan odamga temir qo'yib bera olamiz. Plastmassa qo'yilgani sababi buni hajmi kichikroq, tummani hajmi. Haligi temir bo'lmasa ham bo'laveradigan uchun plastmassa qo'yilgan. Ishda borni yo'qligini aytish kerak. Lekin bu o'zi ham xizmat qilaveradi. Yo'llari yo'diviy oyna qilib ishlangan, oddiy fatom emas. Yo'diviy oyna bu, fatom emas bu. Fatom emas aka, bu yo'diviy oyna. Oyna, gap yo'q. Lekin bosh tomonlari ham aka rombik shaklda ishlangan. Bosh tomonlarining materiallar aka vafshe udoqli zakaz qilib olib keltirib super ko'rib o'zim ham hayajonlanib ketyapman. O'ta ishimiz xudoga shukr biz o'ylagandan-da go'zal chiqqan aka. Gap yo'q. Mana bu tummalarning podsvetkalari, yonboshlarga tortmali. Xullas bitta maza qiladigan joyi razvedkalargacha bor ekan. Mana Trimoyni tanishtirish boshlasak, Trimoy razmeri 1.35 ga, bo'y 1.70 sm ishlangan. Tortmalari, tepasiga parfumeriyaga oynalari sensorli, chuqur ravishda yonadi bu ham. Ikki parfumeriyaga yana polkalari bor, masalan, ochib turadigan atar dezodorantga parfumeriyalari bor. Gap yo'q. Keyin aka, bu pastga tortmalar chuqurroq ishlangan. Masalan, yengil sochlar solib, qacha-pacha solib qo'ysa bo'laveradi. O'rtada yana shu ochoqlarga qilingan aka. Gap yo'q. Ochoq joyi ham Tumbasi ham zo'r chiqqan ekan. Tumbasi ham dolis bu yerda ko'rsatayotgan hamma modelimizga yumaloq qilib, yana ham material qilib ishlangan. Lekin spanning yonida ham podsvetkalari bor aka. Va yonib o'chadi. Ko'rishingiz mumkin, Masalan, kech paytda va xona ham nisbatan yorug' turish kerak. Svet o'chirib buni yaxolsa ko'zga tushmaydi, yorug'. Bir xilda turaveradi aka. Hali qorong'i. Har tomonlama qulaylik qilib ishlangan. Buni ham old fasad qismi Krashni NF, ichlari ko'rishingiz mumkin, chuqur taylargacha rossiyskiy laminat. Meni ham ko'taradi aka. Gap yo'q. Chiqib tursa ham ko'taraveradi. O'ta mustahkamligi bomba. Bu ham ash plastmassa aya, lekin mana meni ham ko'tardi, o'zingiz ko'rdingiz. Taylari kapot mexanizm. Taylari kapot mexanizm. Dahshat. Bu ham bitta sonda shkaf dukini olaveradigan darajada ekan. Endi buni narxiga keladigan bo'lsa aka, obunachilarimizga 12,5 million so'mdan 12 ta viloyatga dastlabki besplatniy vodiy bo'lib dastlabki usulga tekin bunga. Hozir bu modelga. Shuni o'zi. O'zbekiston bo'lib dastlabki tekin. O'zbekiston bo'lib dastlabki tekin. Gap yo'q. Xo'p, yana ishlarimiz bormi? Bor aka. Keyingi ishlarimizga o'tdik. Bular ham Krashni NDFdan qilingan, Qudratillo. Fasad qismlari Krashni NDF, bajolar rossiyskiy laminat 100% kromka aka.
Buni ham ikki xil rasvetkasi bor, oqa seriyasi bor aka. Oqin obzorkuleri serisini ham ko'rsatib beramiz. Xo'p, oqini obzorkisi shkafi 250 yo 260 bunchagina bunchagacha 260 modeli bo'ladi. Aha. Hop, bu taraf jenskiy taraf. Fasadlari krashni endi bezalariga yo'ldo'y oyna faton qilib ishlangan, ularga urilgan aka. Gap yo'q. Xudo xolisa o'rtalari aynalari ham mana chizib o'ziga yarasha o'ta go'zal qilib ishlangan. O'rtalari polka aka, oshxona 5 tadan. Ko'rishingiz mumkin aka. Agar seyf kerak desa imkoni bor qo'yib berish. Seyfda ham bizda ustamiz o'zimiz imkoni bor. Bu tarafga отдельный ro'molga masalan do'ppiga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Obunachilarga shimiladigan qo'shiladi. Gap yo'q. Shimiladigan yo'llar, shimiladigan qo'shib beramiz obunachilarga. Xo'p, buni stirimoysi aka. Stirimoyni ko'rsatsangiz mana ikki tarafda polkasi bor. Davchi mexanizm, ichlariga materiallar tortilgan. O'rtalari tepasiga отдельный parfumeriya qilib barxutlar tortilgan. Hammasiga davchi mexanizm materiallari mana ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Rossiyskiy laminat aka. Mana. Tizilmaydi. Ya'ni ikkovini rombi qilib yo'ldo'y ayna qilingan. Spanning razmeri 280 tummadan tummagacha. Aha. Bosh tomonlari buniki mo'sh emas, ichi machalka qilib ishlangan. Borini aytib sotamiz aka. Aha. Lekin mo'sh emas buniki. Masalan, buni ham mo'sh qilish. Endi mo'sh qilish imkoni bor. Ha, ashnali borini aytib qo'ygan yaxshi. Aha. O'tirg'ichlari ham aka mana tugmali qilib, oldlariga krashini endefdan o'ydirib bulingan отдельный bir mehr berib qo'yganmiz aka. Gap yo'q lekin. Sofasi ikkiga bo'lingan. Matraslar ortopedskiy 3 yil kafolatli aka. Tugmalarda bittadan tortma qilingan. Buni ham stol yumalar pufi qilib ishlangan. Aytilganda hamma obzorimizda bugun krashini endef yumalar pufi qilib chiqadi. Narxini aytaylik. Buni narxiga keladigan bo'lsa aka 12 million 300 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Voha Toshkentga kelishgan holda. Xuddi shuni serisi beti. Xuddi shuni obzor qilingan serisi bet. Obzorimiz ham ko'payib ketdi, vaqt ko'payib ketmasin aka. Razmeri aytilgan narx bir xil. Prosta rangida farq bor xolos. Rangida farq bor. Rangi o'zgarsa narx o'zgarmaydi. Yo'q, rangi o'zgarsa narx o'zgarmaydi, narx bir xil aka. Gap yo'q. Qudratullo ishlarga omad uka. Chiroyli obzor uchun rahmat. Xo'p aka. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.